Assalomu alaykum, bizning obunachilarimiz sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandman do'stlar. Bugun sizlarga, ya'ni farzandlaringiz uchun, ya sizlar uchun desam ham bo'laveradi. Zo'r narsa ko'rsatsak o'ynam bizning Shavotda. Ya'ni endi bolalarimizni bundan buyondan quyoshda o'ynatib, yo parkda o'ynatib bermaysizlar. Salqingana yerda, qishdami, yozdami, yozda salqingana, qishda issiqqana yerlarda hazratib bolalarimizni o'ynatmoqqa olib kelishlaringiz mumkin. Endi Mickey City'ni eshitgan bo'lsangizlar, bu Shavot markazida ochilgan bolalar o'yingohi desa ham bo'laveradi. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, avvalgi kinoxonani o'rni, shuni o'rni ochilgan, mana bolalar Mickey City'da bu yerda yozilib turibdi. Yon boshida mana ajabo ovqatlanish markazi bor ekan. Endi shu yerda hozir keladigan bo'lsangizlar, shu yerga kirib boramiz. Bu yerda zo'r o'yinlar bo'lib turibdi. Bolalaringiz ham kelib bemalol soya salqinda o'ynashingiz mumkin ekan. Birinchi navbatda keladigan bo'lsak, assalomu alaykum. Ko'shlarni yechib o'tamiz. Girganimizda bu yerda yangiliklarni birinchi navbatda aytib o'tgan bo'lsam, bu yerda salqingana suvlar ham bor ekan. Ya'ni bu yerda chanqasa bolalaringizni olib berib ichishlaringiz ham mumkin bo'ladi. Xankda tutdi, qolasizlar bu yerda tutdi. Endi asosiy bu yerga kelishimizning maqsadi bir yangilik sizlarga tanishtirib o'tish. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bunda baraban qo'ydi ekanlar bu yerda. Endi barabani agar sizlarda bunda yutuqlar ham bor ekan. Har xil o'zlar bor ekan. Tipal bor ekan, mana shunday o'zlar bor ekan, naushniklar bor ekan, ishli sovg'alar bor ekan, bunday samokatlar ham bor ekan. Shu o'zlarda ya'ni sizlarda bolalaringiz bu yerda o'ynab yurib, o'tib berishlari mumkin. Ko'rdingizmi? Bolalaringiz ortidan sovg'a ega bo'lishingiz mumkin ekan. Zo'r yangilikni qo'yibdilar bu yerda. Tushuntirib o'tgan bo'lsam, endi bu yerdan hozir agar sizlarda bir bolangiz bo'ladigan bo'lsa, har kirganingizda kassadan chek olasiz. Masalan, bir bolangizga bir chek 50 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, shu chekni yig'nab berasiz. Mabodo siz 3 bolangiz bo'ladigan bo'lsa, masalan 3 bolangizni bir olib kelsangiz, 3 bolangizga bir chek olib bersangiz, shu yerga bir bilet siz uchun tashab beradi. Ya'ni agar mabodo bir bolangiz bo'ladigan bo'lsa, 3 marta kelib chek olsa, bir bilet plus bo'lib yoziladi ekan. Agar 3 bolangiz bir keladigan bo'lsa, 3 bolangizni bir olib kelsangizlar, shu yerda o'zida bir bilet sizga nomeringizni birga yozdirib, o'rab-o'rab o'sha barabanga tashab beradi ekan. O'yinlar shu bir oydan keyin bo'lib o'tadi, ya'ni 12-iyulda bo'lib o'tadi. 12-iyulda bo'lib o'tganda bundan keyin har safar shunday yangiliklarni qiladi ekan bu yerdagilar. Sovg'alarni birini o'tib olsangiz bo'laveradi. Yangiliklar zo'ri. Ajoyib. Mana Shavotda shunday bo'lib turgan bo'lsa. Giramiz. Bu yerda hazratib o'ynab berasizlar ekan. Nima o'ynab ko'rsating sizlarga. Bolangiz bu yerda yana 1 yil tomon 50 ming so'm to'lagandan keyin ichine girgizib berasizlar. Abitdan aylanib kelsangizlar ham bo'laveradi. Bolangizni ovqatlantirib abitini berasizlar, yana girgizib beraverasizlar. Shunday ekan bu yerda. Hamma ishlab turibdi-na. O'yinlari bor ekan. Mashinalar bor ekan. Endi звукni o'chirib qo'yasizmi? YouTube'ni avtorskiy o'zining qonun qoidalari bor, shuning uchun bu yerda pulni o'chirib tashladik. Sababi ertangi YouTube'ga masalan muzika uchun ham avtorskiy beradigan bo'lsa, pulni videoni o'zini bloklab qo'yishi mumkin. Shuning uchun hammasini o'chirgan holatda sizlarga просто tushuntirib o'tchakman, shuning uchun bu yerni o'chirib qo'yamiz. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, yana har xil o'yinlari bor ekan. Bolalar uchun har xil turdagi ko'p ekan bu yerda. Yani har xil turdagi. Endi hozir biza tushunimiz, endi biza yosh vaqtimizda to'g'ri mundiallarda o'ynamaganmiz deb bilmaymiz ham. Hozirgi yosh bolalar to'g'risi bu narsalarda zamon dim zo'r bo'lib turibdi. Shunday o'yinlar tashkil qilingan, lekin ajoyib zamon poyz ham bor ekan. Yana hozir zo'r zamonda yashab turibmiz-da. Masalan, biza yosh vaqtimizda orzu etganmiz biza. Bunday shohlikli o'yinlar bor ekan, ichida yurib bir-biridan zingib o'ynaydi. Bu yerdan yechib olmasa, voy. Bu yerdan ko'raylik qani. Bu yerda toyib tushadi o'xshaydi, ha? Shunday yerlari bor ekan. Yuqorida yurib. Ay, yechatmaymi ekan? Yo'q. Yana tan, voy, ko'ring qani. Oo! Bolalaringiz bilan girgandan keyin, masalan, bolalarni yuvarib qo'yib, o'zingiz massaj olib yotsangiz bo'ladi ekan. Mana. Ajoyib lekin. Mana. Zo'r tashkillashtiribdilar shunday narsani. Yomon emas, ajoyib. Imkoniyatdan foydalansa kelaverasizlar, hurmatli do'stlar. Shu videomizni iloji boricha like bosib, Shavotli yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar. Shavotda bizni ham Shavotda shunday borligini bilsinlar. Endi shart emas bundan buyoqqa bolalaringizni quyoshda yurgizib, o'ynatib, issiq o'tirib, qishda issiqqana yerda o'ynaylar, yozda salqingana yerda ajoyib yerda o'ynab, dam olib o'ynab ketaveradi. Hozir yoz oyi, ayni sezon bolalaringiz maktabi yo'q, narsa yo'q. Shunday
maraqlı hardıq çıxarıb qasa yaxşı boladı. Əsə sağ olun, sağolsunlar. Buradan like bas, kommentarda fikirlərinizi yazıb qaldırınlar. Getdi gəlsən balla dəqiqətəmə. Art Piano YouTube kanalı.